Assalomu alaykum. Bu video darsligimizda sizlarga Demet tizimining registratura modulida bemorni MyID orqali qabulga yozishni ko'rsatib tushuntirib beraman. Demak, Demet tizimidan registratura moduliga kirganimizdan so'ng panellar ro'yxatidan qabullar va aktiv ustiga bosamiz. Qabulga yozuvni yaratishni boshlash uchun qabulga yozuvni yaratish tugmasi ustiga bosamiz. Va bu yerda bemorni qabulga yozish oynasi ochiladi. MyID orqali qabulga yozish uchun bemor albatta shaxsni tasdiqlovchi hujjati, ya'ni PNFL yoki pasporti orqali surati olinib, ro'yxatdan o'tgan bo'lishi shart. Ya'ni bemor surati olingan holda bazada mavjud bo'lishi kerak. Shundan so'ng MyID orqali qabulga yozishni boshlash uchun MyID bo'limi ustiga bosamiz. Va bu yerda bemorni suratga olish tugmasi ustiga bosamiz. Va bu yerda ko'rib turganingizdek, bemorni suratga olish oynasi ochiladi. Bemorni sifatli suratga olish uchun bemor bosh kiyimsiz, quyosh ko'z oynaklarisiz, yuzi aniq ko'ringan, yuzi obyektga to'liq joylashgan, ko'zlari kameraga qaratilgan bo'lishi kerak. Shundan so'ng bemorni suratga olish tugmasi ustiga bosamiz. Va bu yerda ko'rib turganingizdek, bemor haqidagi ma'lumotlar chiqib keladi. Ya'ni bemorning ism-sharifi, tug'ilgan sanasi, MedID raqami, PNFL raqami, tegishli poliklinikasi, uchastkasi va shifokori. Shundan so'ng kerakli shifokorni tanlaymiz. Sanani belgilaymiz. Bu yerda bemor xohishiga ko'ra boshqa sanalarga ham bemorni qabulga yozib qo'yish mumkin. Shundan so'ng shifokor jadvali asosida soatni belgilaymiz. Va qabulni qo'shing va talonni chop eting tugmasi ustiga bosamiz. Va bu yerda talon oynasi ochiladi. Talonni chop etish uchun chop etish tugmasi ustiga bosamiz. Va chop etish oynasi ochiladi. Talonni chop etish uchun chop etish tugmasi ustiga bosamiz va talonni chop etib bemorga beramiz. Bemorni MyID orqali qabulga yozish ketma-ketligi shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.